Italiyada tug'ilib, o'zini takomillashtirish uchun Xitoyga ko'chib o'tib va u yerda takomillashib va Yevropani yana zabt etayotgan traktorimiz bu Lowell 2404 traktorimiz. Avtomat qarabga so'rovmidingiz? Mana sizga avtomat. Avvalgi nomi Lowell P7240 nomi bilan kirib keldi. Endi yangi nomi esa Lowell P2404, ya'ni 240 ta ot kuchi, 4 degani esa 4 balonni ham tortish belgisini bildiradi. Shuning uchun 2404. Xo'p, bu dvigatelimiz, bu traktorimiz 240 ta ot kuchli 6 porsiyonli VCI dvigateli bilan jihozlangan. Va eng qizig'i, bu dvigatelga SVT, ya'ni o'zbekchasiga aytganda avtomat korobka qo'yilgan. SVT so'zining ma'nosi yozib qoldiramiz. O'zbekchaga tarjima qilganda esa uzluksiz o'zgaruvchan uzatmalar qutisi degan ma'noni bildiradi. Yana aytamiz, avtomat so'rovmidingiz? Mana sizga avtomat. Mana ochadigan joy qayerda? Aytmoqchi, hatto motor ochish uchun ham alohida kalt kerak. Ochilgan ekan-ku. Endi dvigatelni ham ko'rib chiqamiz. Xo'sh, dvigatelni ko'rib chiqamiz. VCI 240 ta ot kuchli 6 porsiyonli dvigatel. Bu yerda havo filtrlari Dawson firmasiniki. Ko'rishingiz mumkin, bu tarafda turbo kompressor, intercooler hammasi bilan jihozlangan. Eng qizig'ini qarang. Birinchi katta radiatorga ega. Ikkinchisi esa gidravlika uchun. Uchinchisi intercooler hargagidek va konditsioner uchun. Radiator kattaligini qarang. Pastda metrdan oshiq. Qoyil. Qara, mana kaltni buryapman, lekin dvigatel yonmayapti. Sababi nima? Sababiki qo'l tormoz tortilmagan. O'ta aqlli. Traktor ichki qismini obzorini qilamiz. Qarang, bu yerda tablo va bu yerda ham sizga har bittasi bo'yicha ошибкаларni ko'rsatadi. Mana. Masalan, biron bir filtr to'ldimi, biron bir moy almashtirish keldimi yoki mana boshida zavodda qilganimizda hatto transmissiyani korobkasi sog'lig'ini ko'rsatayotganda qo'zg'almang deb buyruq beradi. Ya'ni sizga hamma ma'lumotni yetkazadi. O'ta aqlli, miya bilan, kompyuter bilan jihozlangan. Undan tashqari konditsioner, qo'shimcha monitor, sizga hamma ma'lumotlarni yetkazadigan menyu, tezligigacha, arqa tezligi, har bittasi bo'yicha sizga ma'lumot berib turibdi. Sizda orqadagi to'rpara silindrlarimiz, arqa naviskalarimiz, qanaqa nima, eng qizig'ini qarang-da. Hammasini siz elektronda bajarasiz. Bu yerda oddiy tugma bilan mana o'zgartirdik. Sekinlik bilan tusha boshlaydi.
Buni sekin va tez tushishini esa mana bu orqali regirovka qilasiz. Har bittasi bo'yicha ma'lumot berilgan. Bu yerda albatta xitoycha yozilgan, lekin bemalol tushunsa bo'ladi. Bu belgilari orqali hamma knopka sizda bir qo'lingizda. Hatto naviskalarni tushirish uchun ham tezlik qanchalik tez, kam, o'rtacha shular orqali belgilaysiz. Faralar, qo'shimcha monitorni yoqish uchun alohida tugma, massani qo'shish uchun USB kolonkalari bor, qo'shimcha o'rindiq va mikrofoni ham bor. Juda aqlli qilib ishlangan. Va undan tashqari yana bitta narsani ko'rsatib o'tay. Bulardan tashqari eng qizig'i diagnostika. Ya'ni sizda yuqorida aytib o'tganimizdek, bironta bir filtr to'ldimi yoki moy almashtirish vaqti yetib keldimi, shu yerda chiqaradi. Ya'ni sizga o'sha ishni qilmaguningizcha ishlashga imkon bermaydi. Bu o'zini haq-huquqini yaxshigina biladigan traktorimiz. Nimaga kerak u? Dalada ishlayapsizmi yoki vaqti yetib keldimi, almashtiring deydi. Shundagina siz almashtirganingizdan so'ng esa ishlashga ruxsat beradi. To'g'ri, dvigatel o'chib qolmaydi, yonib turaveradi, lekin ishlashga ruxsat bermaydi. Har bitta tomonlama o'ylab, kompyuter juda aqlli qo'yilgan. Buni regirovka qilishlarini yuqorida videolarda ko'rdik. Va bu yerdagi regirovkasi orqali buni yana qiyshaytirib to'g'rilasak bo'ladi. Xullas qalam, o'ta aqlli traktor. Bu traktorni faqat sevish kerak. Yana bitta narsaga e'tibor bering. Men hech qanaqa pedalni bosmayman. Biz oldinga uramiz va qo'l tormozini tushiramiz. Tushirdik. Va hech qanaqa hech narsa oyog'imni bosmayapman. Va oddiygina rechak bilan oldinga bosamiz. Prosta qo'y. Yana bitta narsaga e'tibor beringizlar. Xo'p, bizda xalostoy N harfini ko'rsatyapti. Endi biz yana oldinga uramiz. Hech qanaqa mufta bosmayapmiz. Oldiga urildi F va sekinlik bilan qo'zg'aldik. Mana shuni o'zida to'xtatdik. Yana bitta narsa. Har doim bu rechakni foydalanmaysiz. Mana bu knopka. Yana bitta bosdik va orqaga R harfiga o'tdi. Yana sekin gaz beramiz. Prosta bomba. F ga urdik yana. Eng qizig'i mana. Biz oldinga tira boshladik. Mana qo'zg'alishini aytaverdik. Buni faqat katta opli traktorchilarimizga bermasangiz, boshqarish juda qiyinroq. Endi yana orqaga uramiz. Yana mahkam ushlab oling operator. Buni iplashni o'zi bo'lmaydi. Traktorni orqa navislarini tushirish, ko'tarish va vobni qo'shish uchun alohida tugmaga ega. Bu faqat chap tarafida, o'ng tarafida ham bor. Orqa navislarni ko'tarish, tushirish, vobni qo'shish uchun ham chapdan, ham o'ngdan tugmalarga ega. Nega ikkita yondan qilgan? Chunki orqasiga katta narsa o'ylaysizmi? Inson xavfsizligi uchun aynan chekkaga qoch deganda bu tarafga qo'ygan. Xo'p, VOM 540 ming oborotlik, undan tashqari tur, para, tur, juft gidro chiqishlar, undan tashqari Yevropaniki deysizmi, Xitoyniki deysizmi? Xullas qalam, har qanday davlatning uskunalarini taqish uchun hamma uskuna bilan jihozlangan. Ya'ni tok deysizmi, alohida deysizmi, Yevropacha deysiz, farqi yo'q. Xo'p, orqa navislarimiz plavishasi bo'lib,
Bu elektronli hisoblanadi. Elektronli bilasiz, mexanitskiydan asosiy farqi, mexanitskiyda bossangiz davleniya berib turaveradi. Elektronli esa bosganingizda esa o'zi oxiriga yetdimi, elektronli, ya'ni avtomat ajratadi. Shuning uchun bularda klavishi bo'ladi, bosadigan funksiya bo'lmaydi. Traktorimiz arqa balonlari 650 ga 65 R42, ya'ni 42 razmerli diska bilan jihozlangan va arqa balonda 120 kilolik protivovis toshlari bilan ham jihozlangan. Bu traktorimizni tinimsiz ishlatish uchun esa kamida 420 litrlik yoqilg'i bakiga ega. Undan tashqari oldi baloni esa 540 ga 65 30 diskali razmerda jihozlangan. Bu ham oldi mosti, как 3 ta shesternali o'lmas most hisoblanadi. Xo'p, protivovis oldi toshlariga kelamiz. Har biri 80 kilogramdan. Hozir bu yerda 6 ta, 12 ta. Undan tashqari esa oldiga aynan press taqish uchun alohida qilingan. Hozir mana shu yerda o'zida 1 tonnaga yaqin protivovis oldi toshlariga ega. Hozir kunda bu traktorimiz 1 milliard 980 million so'm. Bu traktordan sotilmadi, hali sinab ko'rsin demang. O'zbekistonda, vodiyda bitta, Zominda ikkita traktorimiz naqd ishlayapti. Bu traktorimizga ham 2 yil, 1,5 ming motosoat kafolat beriladi. SNSga keling. Bu traktorimiz bilan tanishing. Menga o'xshab aniq sevib qolasiz. Fikrlaringizni videomiz taglarida, kommentariyalarda qoldirishingizni xohlaymiz. Obuna bo'ling, like bosing. Sizning fikringiz bizga juda muhim. Yana qaytaramiz. SNLimiz faqat Toshkent emas, hamma filiallarimizda narxlar bir xil.